Bo'lajak treyderlar, bu videoni ko'rishinglar shart. Bu videoda sizlar brokerdan ro'yxatdan o'tish, pul yechish, chiqarish va qanaqa hisob raqam ochish va hisob raqaminglarni MetaTraderga ulash, bular hammasini o'rganib olasizlar. Aytgancha, videoni saqlantirib qo'yib, do'stinglarga yuborish esdan chiqmasin. Agar video yoqsa, like bilan podдержка qilib qo'yasiz. Buning uchun bizning Instagramga kirib, bu yerda mana shapkada Telegram kanalimiz bor, silkasi shu orqali Telegram kanaliga qo'shilsanglar, tepada mana закрепленные сообщенияga kirsanglar, bu yerga tashlab qo'yganmiz silka, ya'ni LibertyXdan ro'yxatdan o'tish uchun. Endi nima qilamiz? Bu yerda bonus olishni bosamiz, ya'ni получить bonus. Bu yerga emailimizni yozamiz. O'zingizlarning emailinglarni yozasizlar, mana misol uchun. Bu yerga Samandar Abdullayev. Sabachka list. Mana. Bu yerga o'zingizlar bironta aytaylik parol o'ylab topasizlar. Telefon nomer kiritasizlar. Bu yerga птичкani bosib, открыть счет. Mana bizda LibertyX platformasidan ro'yxatdan o'tildi brokerga. Bu haqda mana emailga xabarim keldi. Mana bu yerda добро пожаловать. Endi nima qilinadi? Keyingi etap bizda mana bu yerda Samandar Abdullayev email pochtasiga ochildi. Endi platformani skachat qilib olishingiz kerak. Ya'ni bu yerdan LibertyX platformasini skachat qilasizlar. Mana platforma ham skachat bo'ldi. Sizlarda mana telefoningizda mana Forex Club LibertyX приложениесі bo'ladi. Ichiga kirasizlar va hozir ro'yxatdan o'tgan emailinglarni terasizlar. Ya'ni mana bizda Samandar Abdullayev list.ru va boya yozgan parolinglarni terasizlar bu yerga. Saqlanib qilmay turamiz hozircha. Bu yoqqa kiramiz. Mana bizda akkauntga, ya'ni kabinetimizga kirdi. Xohlovchilar sразу lishniy danlilarni kiritib qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu yerda izmenit informatsiya. Ya'ni bu yerga pasport bilan bir xil shaklda bo'lish kerak. Ya'ni bu yerda Samandar Abdullayev va kun tug'ilgan kun oy yilinglar. Ya'ni bizda hozir bu yerda 26 may va 2005. Pasport seriyalarini yozasizlar bu yerga. Saqlanib qilasizlar. Mana bizda hamma danlilar saqlanib bo'ldi. Telefon nomerlar, parolni xohlasanglar izmenit qilsanglar bo'ladi, o'zgartirsanglar. Mana bizda bo'ldi. Endi sizlarga demo akkaunt ochish va pul tushirishlarni ko'rsaman. Har bitta narsa xabar sizlarning email pochtingizga kelib boradi. Ya'ni shot ochsanglar, izmenit qilsanglar hammasi. Birinchi o'rinda biz открыть счет qilamiz. MetaTrader 4 yoki 5. Masalan, hozirgi kunda 5 qulay telefonda. Real shot, demo shot. Bu yerda qaranglar, instant bor, market bor. Instant nima uchun? Instantni ochadigan bo'lsanglar, sizlarda spread ozgina kattaroq bo'ladi. Izdelkalarni bilsanglar, общий yopmoqchi bo'lsanglar, bittada yopib bermaydi yoki bitta millarni bittada yopmaydi-da, qanaqadir bir ashibga berib turaveradi, titillabdi. Lekin komissiya olmaydi, sizlardan spread ozgina katta bo'ladi. Market ochadigan bo'lsanglar, komissiya oladi har bitta millaga, lekin izdelkalarni bittada ochib, bittada yopadi. Общий yopganinglarda ham bezatkasini yopadi. Shuning uchun market qulayroq baribir, komissiya olsa ham bu yangilikdan oldin, yangilikdan keyin yoki yangilik paytda juda qulay. Mana bizda shot ochildi. Ana endi ichiga kiramiz. Mana bizda hisob raqamimizda danlilar, ya'ni serverimiz Forex Club MetaTrader 5 real server, loginimiz bu, parolimiz pastdagi. Endi bu real akkauntimizni MetaTraderga ulashni ham ko'rsatib ketaman birato'la. Qaranglar. Bu yerda bizda birinchi o'rinda MetaTrader 5 platformasiga kiramiz. Bu yerda mana начать работу. Plusni bosamiz. Bu yerdan topamiz. Ya'ni Forex Club. Mana Forex Club. Har doim serveringlarni to'g'irlashingiz kerak bo'ladi. Mana bizda server Forex Club MT5 real server. Ya'ni bu yerdan Forex Club MT5 real serveri tanladik. Loginimizga buni kopировать qilamiz va bu yerga loginimizni tushiramiz. Parolga ham buni kopировать qilamizda, bu yerga tushiramiz. Va hisob raqamimizni ulaymiz. Shotimiz ulandi, mana balansimiz 0 da, mana akkaunt, real akkaunt. Ana endi balansni to'ldirishni ko'rsataman sizlarga. Bu yerda kashflokka o'tadigan bo'lsak, real shotga o'tamiz. Real shotga o'tsak, mana bu yerda shotimizdan tanlaymiz. Ya'ni bizda MT5 market. Mana bu hisob raqamni tanlaymiz. Bankovskiy karta bu yerda aytaylik, minimalniy summa $10 dan boshlab tashlasanglar bo'ladi. Hozir bu yerda mana $10 tashlasanglar ham bo'ladi. Misol uchun $10 qilamiz. Nomer karta. Bu yerga yozamiz. O'zingizlarning Visa kartalarini yozasizlar. Familiya isminglarni. Familiya ism doim kartalarniki bilan bir xil bo'lsin. Ertaga muammo bo'lmasligi uchun.
amal qilish muddati va bu yerga orqasiga, kartiraning orqasidagi kodini kiritasizlar. Mana bizda $10 и пополнить qilamiz. Bu narsa birinchi marta so'raladi. Keyinchalik pul tashlaganingizda sizlardan karta raqaminglarni kiritinglar deb so'ramaydi. Mana bizga telefon nomerimizga kod kelish kerak. 090 084. И mana parol terdik. Tak, mana pulimiz tushdi. Уже mana bizda $10 hisob raqam bor. Qaranglar, уже ikkinchi marta pul tashlayotganingizda sizlarda karta so'ramaydi. Ya'ni mana уже kartangiz bu yoqda saqlanib bo'ldi. Nechta o'zingizlar nomingizda karta bo'lsa, yangi karta bo'lsa, yangi karta. Faqat bu yoqda orqadagi 3 ta kodni raqamini so'raydi, и пополнить qilib ketaverasizlar. Agar boshqa aytaylik bank kartasi bilan to'lamoqchi bo'lsanglar, mana bu yoqga новый karta qilasizlar-da, xuddi shunaqa birinchi marta to'ldirib chiqishinglar kerak. Agar eski kartalar bo'yicha qiladigan bo'lsanglar, o'zingizlarning kartangiz. Tak, mana bizda shotimiz endi MetaTraderga o'tadigan bo'lsak, mana bizda $10 bo'ldi. Qaranglar. Aytaylik $, parasiga bitta сделка ochib ko'rsam masalan. Masalan, $ga o'tdim. Bu yoqda $10 balans и mana bu yerdan объем ochamiz. Masalan, $10 balans. И har doim primetni bosib qo'yinglar. И mana bu yerda bitta buy ochdik. Mana bizda buy ochildi. Ko'rsanglar, mana hech qanaqa komissiya olgani yo'q. Tak, buni yopamiz. 00 da. И mana ozgina zararlar yopildi. Pul yechmoqchi bo'lsanglar, minimal summa $10 bo'lishi kerak, ya'ni komissiyasi bor $2, $12 pul yechishingiz kerak. Shuning uchun hozir yetmaydi bu. Bu pul ko'proq bo'lsa, mana minimal summa kattaroq bo'lishi kerak. Pul yechishda ham mana summani yozasizlar, sinatni bitta bossanglar, primoy sразу kartalarga tushadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, do'stinglarga yuborib qo'yinglar, trading bilan shug'ullanadigan.